Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun men siz bilan shunday muhim va hayotiy ma'lumot bilan bo'lishmoqchimanki, bu har bir nafaqaxo'rning ularning oila a'zolarining hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, diqqatingizni maksimal darajada jamlang. Siz pulingizni qanday tejash, qanday qilib davlatdan ko'proq yordam olish haqida o'ylaysizmi? Ayniqsa narx-navo oshib borayotgan bir paytda bu juda dolzarb masala. Mening tajribam shuni ko'rsatadiki, bu oylik yangi davlat dasturlari haqida ko'pchilik bilmaydi. Ammo ular sizga ma'mur tejamkorlik keltirishi mumkin. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishni unutmang. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga ham yetib boradi. Muammoning mohiyati va hozirgi vaziyat keling. Avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Ilgari ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarda yashovchilar, kommunal to'lovlar, dorilar narxi, oziq-ovqat va boshqa kundalik xarajatlar tufayli jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Davlat tomonidan beriladigan yordam bor edi, albatta, lekin u hamma uchun yetarli emasdi. Ba'zi imtiyozlar esa faqat ma'lum bir toifadagi nafaqaxo'rlar uchungina amal qilardi. Ariza topshirish jarayonlari ham ko'pincha murakkab bo'lib, hujjatbozlik sababli ko'pchilik yordam olishdan voz kechardi. Misol uchun, bir o'rta subsidiya olish uchun qancha hujjat yig'ish kerakligini tasavvur qiling. Pasport nusxasi, nafaqa guvohnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma va hokazo. Bularning hammasini to'plash. Navbatlarda turish yoshi katta insonlar uchun ancha mashaqqatli edi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalana olishmasdi. Lekin hozir ahvol butunlay o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarning ehtiyojlarini chuqur o'rganib chiqdi va ularning turmush sharoitini yaxshilash maqsadida bir nechta yangi, juda foydali va muhimi maqsadli dasturlarni ishga tushirdi. Bu dasturlar sizga bevosita pul tejashga va hayotingizni yengillashtirishga qaratilgan. Ushbu yangi dasturlar avvalgilaridan farqli o'laroq murojaat qilish jarayonini soddalashtirish, qamrovni kengaytirish va eng muhimi aniq moliyaviy yordamni ta'minlashga e'tibor qaratadi. Bu shuni anglatadiki, endi imtiyozlarni olish ancha osonlashdi va ko'proq nafaqaxo'rlar ulardan foydalana oladi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Siz bilishingiz kerak bo'lganlar bu oyda joriy etilgan dasturlar orasida eng muhimlari va nafaqaxo'rlar uchun ulkan tejamkorlikni ta'minlaydiganlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Men sizga 3 ta asosiy yo'nalish bo'yicha yangiliklarni taqdim etaman. 1. Nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlarni qoplash dasturi. Bu dastur nafaqaxo'rlar, ayniqsa yakka yolg'iz yoki kam ta'minlangan oilalarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz va issiqlik ta'minoti uchun sarflanadigan mablag'larning bir qismini qoplashni nazarda tutadi. Bu dastur ayniqsa qishki isitish mavsumi yaqinlashar ekan juda katta ahamiyat kasb etadi. Dasturning mohiyati. Hukumat belgilangan iste'mol normalaridan kelib chiqib, nafaqaxo'rlarning kommunal to'lovlarining ma'lum bir foizini yoki aniq belgilangan miqdorni qoplab beradi. Bu dastur kommunal xizmatlar tariflari oshib borayotgan bir paytda nafaqaxo'rlarning byudjetiga katta yangilik olib keladi. Kimga mo'ljallangan? Asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun, yakka yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar. Oilasining umumiy daromadi belgilangan eng kam miqdordan, masalan, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad aholi jon boshiga eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lgan, oshmaydigan nafaqaxo'rlar. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar qancha tejash mumkin? Keling, bir misolni ko'raylik. Misol bir Oysha xola. Oysha xola 75 yoshli yakka yolg'iz nafaqaxo'r. Uning oylik nafaqasi 800 million so'm. U yashaydigan 2 xonali uy uchun oylik kommunal to'lovlari, elektr, gaz, issiqlik, suv o'rtacha 400 ming so'mga yaqin. Dastur doirasida agar hukumat kommunal to'lovlarining exit foizini qoplashni belgilagan bo'lsa, Oysha xola oyga 200 ming so'm tejaydi. Bu yiliga 2400 ming so'm degani. Bu pulni u dori-darmon yoki oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflashi mumkin. Bu dastur Oysha xolaning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki uning nafaqasining katta qismi kommunal to'lovlari ketardi. Sababi shuki, hukumat kommunal xizmatlarning o'sib borayotgan narxlari nafaqaxo'rlar uchun o'g'irlik bo'layotganini inobatga olgan va shu orqali ijtimoiy himoyani kuchaytirishni maqsad qilgan.
Natijada nafaqaxo'rlarning turmush darajasi yaxshilanadi va ular o'zlarini yanada himoyalangan his qiladilar. 2. Zarur dori-darmonlar va tibbiy xizmatlar uchun chegirma dasturi. Bu dastur nafaqaxo'rlarning sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, ularga hayotiy muhim dori-darmonlar va ayrim tibbiy xizmatlarni arzonroq narxda olish imkoniyatini beradi. Sog'liqni saqlash xarajatlari ayniqsa yoshi ulg'aygan sari jiddiy moliyaviy yuk bo'lishi mumkin. Dasturning mohiyati ro'yxatdagi dorixonalarda belgilangan dori-darmonlar uchun 20.30% chegirma taqdim etiladi. Shuningdek, davlat tibbiyot muassasalarida ayrim diagnostika va mutaxassis shifokorlar ko'rigi uchun ham ma'lum foizda chegirmalar yoki bepul xizmatlar ko'rsatiladi. Kimga mo'ljallangan? Barcha nafaqaxo'rlar. Ayniqsa surunkali kasalliklarga chalinganlar uchun mo'ljallangan chegirmaning miqdori nafaqaxo'rning ijtimoiy ahvoliga qarab farq qilishi mumkin. Qancha tejash mumkin? Misol 2. Komil aka va Salomat opa. Komil aka 7 yoshda, Salomat opa esa 6-8 yoshda. Salomat opa qandli diabet va gipertoniya kasalliklari bilan kasallangan bo'lib, har oy doimiy ravishda dori-darmon qabul qiladi. Uning oylik dori-darmon xarajatlari o'rtacha 600 ming so'mni tashkil etadi. Agar bu dastur orqali 25% chegirma berilsa, Salomat opa oyiga 50 ming so'm, yiliga esa 1.200 ming so'm tejaydi. Bu juda katta mablag'. Bundan tashqari, Komil aka har 6 oyda bir marta ko'zini tekshirdirishi kerak. Dastur doirasida bu ko'rik bepul yoki katta chegirma bilan amalga oshiriladi. Avval Komil aka har bir ko'rik uchun 100 so'm to'lardi. Endi esa bu xarajatdan ham ozod bo'ladi. Bu dastur nafaqaxo'rlarning sog'lig'ini saqlashga yordam beradi va ularning tibbiy xarajatlarini kamaytiradi. Hukumat aholi salomatligini ustuvor vazifa deb bilgani uchun ushbu dasturni joriy etgan. Bu nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy farovonlikni ham oshiradi. O'tum jamoat transportida bepul o'q-20 yurish dasturi. Bu dastur nafaqaxo'rlarning shaharda erkin harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularga avtobus, tramvay va metrolarda ma'lum bir chegirma yoki hatto bepul yurish imkoniyatini beradi. Dasturning mohiyati nafaqaxo'rlarga maxsus transport kartalari taqdim etiladi. Bu kartalar yordamida ular jamoat transportida belgilangan miqdordagi safarlar uchun to'lovdan ozod qilinadi yoki sezilarli chegirmaga ega bo'ladi. Kimga mo'ljallangan? Barcha nafaqaxo'rlar. Ba'zi hollarda bu imtiyoz kunning ma'lum soatlarida yoki faqat shahar ichidagi yo'nalishlarda amal qilishi mumkin. Qancha tejash mumkin? Misol 3 Rahim buva. Rahim buva 6-7 yoshda nisbatan tetik va faol. U tez-tez nabiralarini ko'rgani shaharning boshqa chekkasiga boradi. Do'stlari bilan uchrashadi. Avvallari u har bir safar uchun 2500 so'm to'lardi. Oyiga o'rtacha 20 marta jamoat transportidan foydalanganini hisoblasak, u 1 million so'm xarajat qilardi. Yiliga bu 6 million so'mni tashkil etadi. Yangi dastur orqali Rahim buva har oyda 20 marta bepul yoki 50 manzil chegirma bilan sayohat qila oladi. Agar bepul bo'lsa, u yiliga 6 million so'm tejaydi. Agar ehir badanchi chegirma bo'lsa, 300 ming so'm tejaydi. Bu nafaqat moliyaviy tejamkorlik, balki Rahim buvaga yanada faol hayot kechirishga, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga ham yordam beradi. Hukumat bu dasturni joriy etish orqali nafaqaxo'rlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning yoshiga qaramay jamiyatga integratsiyalashishini ta'minlashni ko'zlagan. Jamoat transporti xarajatlari ko'pchilik uchun sezilarli yuk bo'lganligi sababli bu dastur ularga shaharda erkin harakatlanish imkonini beradi. Asosiy qism 2. Istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Bu yangi dasturlar juda foydali bo'lsa-da, ularni qo'llashda ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Har bir nafaqaxo'r bu ma'lumotlarni bilishi shart. Aks holda ular imtiyozlardan bexabar qolishi yoki ulardan foydalana olmasligi mumkin. Biri daromad chegaralari va oila tarkibi. Yuqorida aytib o'tganimdek, kommunal to'lovlar uchun subsidiya kabi dasturlar asosan kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Bu shuni anglatadiki, agar sizning oilangizda boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa va ularning umumiy daromadi belgilangan chegaradan yuqori bo'lsa, siz dasturga kirmasligingiz mumkin. Hatto sizning shaxsiy nafaqangiz past bo'lsa ham. Misol uchun, agar nafaqaxo'rning o'g'li yoki qizi u bilan birga yashasa va ularning oylik maoshi oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromad chegarasini oshirsa, nafaqaxo'r subsidiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin
oila tarkibingiz va umumiy daromadingizni sinchiklab hisoblab chiqing. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik faqat o'z nafaqasini hisobga oladi va keyin rad javobini oladi. 2. İmtiyozlarning muddatliligi va yangilash zarurati. Boshqa bir nozik jihat bu ba'zi imtiyozlarning muddatli ekanligi. Masalan, dori-darmonlar uchun chegirma kartasi 1 yil muddatga berilishi mumkin va uni har yil yangilash talab qilinadi. Agar siz kartani yangilashni unutib qo'ysangiz, chegirmalardan foydalana olmaysiz. Shuningdek, jamoat transporti uchun beriladigan kartalar ham ma'lum bir muddatga mo'ljallangan bo'lishi va uni vaqti bilan qayta rasmiylashtirish yoki balansini tekshirib turish kerak bo'lishi mumkin. Bu haqida sizga xizmat ko'rsatish markazlarida aniq ma'lumot beriladi. 3. Dasturlarning o'zaro mosligi. Ba'zi dasturlar bir-birini to'ldirishi mumkin. Ya'ni bir nechta imtiyozlardan bir vaqtning o'zida foydalanish mumkin. Ammo ba'zilari istisno qilinishi mumkin. Masalan, agar siz bir o'rta subsidiya olsangiz, boshqa turdagi bir xil imtiyozga ega bo'la olmasligingiz mumkin. Bu haqda davlat xizmatlari markazlarida yoki mahalla fuqarolar yig'inlarida aniq ma'lumot olishingiz lozim. Hukumatning maqsadi imtiyozlarni adolatli taqsimlash va har bir nafaqaxo'rga maksimal yordam berish. Shu sababli ikki tomonlama yordam olish hollari cheklangan bo'lishi mumkin. 4. Kerakli hujjatlarning to'liqligi va ularning amal qilish muddati. Ariza topshirishda eng ko'p uchraydigan muammo bu hujjatlarning to'liq emasligi yoki ularning amal qilish muddati o'tganligi. Misol uchun, agar sizning pasportingiz yoki nafaqa guvohnomangizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, arizangiz ko'rib chiqilmaydi. Shuningdek, ba'zi dasturlar uchun oxirgi 6 oylik daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar bu ma'lumotnoma eskirgan bo'lsa, sizdan yangisini olib kelishingiz so'raladi. Har doim barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. 5. Axborotni tekshirish va firibgarlikdan ehtiyot bo'lish. Afsuski, har qanday yangi imtiyozlar paydo bo'lganda ulardan foydalanib qolishni istaydigan firibgarlar ham topiladi. Sizga yordam berishni taklif qiladigan, ammo buning evaziga pul talab qiladigan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Barcha davlat dasturlari va xizmatlari to'liq rasmiy kanallar orqali, ya'ni davlat xizmatlari markazlari, MFI yoki rasmiy hukumat veb-saytlari orqali bepul amalga oshiriladi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank rekvizitlaringizni begonalarga bermang. Har doim ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshiring. 6. Kutilmagan o'zgarishlar va monitoring. Davlat dasturlari dinamik bo'ladi va vaqti bilan ularning shartlari, talablari yoki imtiyozlarining miqdori o'zgarishi mumkin. Shuning uchun siz doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borishingiz, rasmiy e'lonlarga e'tibor berishingiz kerak. Bu ayniqsa hukumatning ijtimoiy siyosati jadal rivojlanayotgan bir sharoitda muhim ahamiyat kasb etadi. MI xodimlari yoki davlat xizmatlari markazlaridagi mutaxassislar sizga bu borada muntazam ravishda maslahatlar berishi mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun siz aniq qanday qadamlarni bosishingiz kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatma beraman. Ma'lumot to'plash va dasturni aniqlash. Avvalo, o'zingizga qaysi dasturlar mos kelishini aniqlab oling. Agar siz kam ta'minlangan bo'lsangiz, kommunal to'lovlar subsidiyasi sizga juda foydali bo'ladi. Agar doimiy ravishda dori qabul qilsangiz, dori-darmonlar uchun chegirma dasturiga e'tibor bering. Birinchi qadam. O'zingizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'ini MFI ga murojaat qiling. MFI xodimlari sizga mavjud barcha yangi dasturlar haqida to'liq ma'lumot beradi va qaysi dasturlarga murojaat qilishingiz mumkinligini tushuntiradi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular ham bu borada to'liq ma'lumotga ega. Agar internetdan foydalana olsangiz, davlat xizmatlari uz portalini ko'rib chiqing. Bu yerda barcha xizmatlar va ularga oid ma'lumotlar mavjud. 2. Kerakli hujjatlarni to'plash. Dastur turiga qarab, sizdan turli xil hujjatlar talab qilinishi mumkin. Eng keng tarqalganlari quyidagilar. Pasport nusxasi. Asl nusxasini ham o'zingiz bilan olib boring. Pasportingizning amal qilish muddatini tekshirishni unutmang. Agar muddati o'tgan bo'lsa, avval pasportingizni yangilashingiz kerak bo'ladi. Nafaqa guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Oilangiz tarkibi haqida ma'lumotnoma MFI dan olinadi. Bu ma'lumotnoma oila a'zolaringiz soni va ularning daromadlarini baholash uchun zarur. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar sizda yoki oila a'zolaringizda qo'shimcha daromadlar bo'lsa, bu ma'lumotnoma ish joyidan olinadi.
kommunal to'lov kvitantsiyalari nusxalari kommunal subsidiya uchun. Oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ib qo'yish maqsadga muvofiq. Tibbiy ma'lumotnomalar yoki kasallik tarixi, dori darmonlar uchun chegirma uchun. Bu hujjat sizning kasalligingizni tasdiqlaydi va chegirmali dorilar ro'yxatiga kiritilganligini ko'rsatadi. Bank hisob raqamingiz ma'lumotlari agar subsidiya pul o'tkazish yo'li bilan berilsa, uch ariza topshirish jarayoni. Hujjatlaringiz to'liq bo'lgach, ariza topshirishingiz mumkin. Ariza blankasini davlat xizmatlari markazlaridan bepul olishingiz yoki davlat xizmatlari uz portalidan yuklab olishingiz mumkin. Ba'zi MFI'larda ham ariza blankalari mavjud. Arizani aniq va tushunarli qilib to'ldiring. Savollaringiz bo'lsa, davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga bepul yordam berishga majbur. Tayyorlangan hujjatlar bilan birga arizani davlat xizmatlari markazlariga yoki MFI'ga topshiring. Ariza qabul qilinganligi to'g'risida sizga maxsus raqamli kvitansiya beriladi. Bu kvitansiyani saqlab qo'ying. U arizangizning holatini kuzatib borish uchun kerak bo'ladi dedi. Ba'zi hollarda arizani davlat xizmatlari uz portali orqali onlayn topshirish ham mumkin. Bu yoshi katta insonlar uchun qulaylik yaratishi mumkin. Agar ularga yordam beradigan yaqinlari bo'lsa, onlayn ariza topshirish orqali navbatlarda turishdan qutulasiz. Dat arizani ko'rib chiqish va natija ariza topshirilgandan so'ng u belgilangan muddatda, odatda 15 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Sizga arizangizning holati haqida SMS xabar kelishi mumkin. Agar arizangiz ma'qullansa, sizga tegishli guvohnoma, karta yoki pul o'tkazmasi shaklida imtiyoz taqdim etiladi. Masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya bevosita sizning hisob raqamingizga o'tkazilishi yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazma amalga oshirilishi mumkin. Dori darmonlar uchun esa maxsus chegirma kartasi beriladi. Agar rad javobi berilsa, buning sabablari aniq ko'rsatilishi kerak. Siz sababni bartaraf etib, qayta ariza topshirishingiz mumkin. Rad etilish sabablarini tushunish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, aniqroq izoh talab qiling. 5. Muntazam monitoring va yangilash. Imtiyozlarning muddatini doimiy ravishda nazorat qiling va ularni o'z vaqtida yangilab turing. Yuqorida aytib o'tilganidek, ba'zi kartalar yoki guvohnomalar ma'lum bir muddatga beriladi. Ehtiyot bo'ling va muddat tugashidan oldin ularni yangilash choralarini ko'ring. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar. Bugun biz nafaqaxo'rlar uchun joriy etilgan yangi ulkan iqtisodiy imkoniyatlar yaratuvchi davlat dasturlari haqida atroflicha suhbatlashdik. Ko'rib turganingizdek, hukumat nafaqaxo'rlarning hayotini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratmoqda va bu yangi dasturlar ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada yengillashtirishga qodir. Bu dasturlar orqali siz kommunal to'lovlarda, dori darmon xarajatlarida va transportda sezilarli darajada pul tejashingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, bu sizning huquqingiz va davlat tomonidan taqdim etilgan imkoniyatdir. Uni o'rganing va undan foydalaning. Ma'lumot to'plashdan, hujjat yig'ishdan va ariza topshirishdan aslo tortinmang. Agar qiyinchiliklarga duch kelsangiz, davlat xizmatlari markazlari yoki MFI xodimlaridan yordam so'rang. Ularning vazifasi aynan sizga yordam berishdan iborat. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning har biriga javob berishga harakat qilaman. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga jo'natishni unutmang. Axir bu ma'lumot kimningdir hayotini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bunday muhim ma'lumotlar imkon qadar ko'proq odamlarga yetib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.